Hududiy elektr tarmoqlari eski turdagi hisoblagichlar o'rniga yangisini bepul o'rnatib beradi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos qilgan bo'lardik. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Ko'rish davomida like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Tizimga mos kelmaydigan hisoblagichli iste'molchilarda elektr ta'minotidagi to'lov va hisob-kitoblarda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati jismoniy shaxslarga ASKUI tizimiga mos bo'lgan zamonaviy hisoblagichlar eski hisoblagichlar o'rniga bepul o'rnatib berilishi ma'lum qildi. Agar xonadoningizda ASKUI tizimiga mos kelmaydigan eski turdagi hisoblagichlar o'rnatilgan bo'lsa, zudlik bilan hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining tuman shahar elektr ta'minoti bo'limlariga murojaat qilishingiz so'raladi, deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, tizimga mos kelmaydigan hisoblagichli iste'molchilarda elektr ta'minotidagi to'lov va hisob-kitoblarda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat. Bundanda qiziqroq ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. Agarda ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabarni yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.